Qanday qilib eng lapashang uquvsiz firibgar tarixdagi eng boy va mashhur firibgarga aylandi? Amerikalik Emil Yutner tarixdagi eng mashhur firibgarlardan biridir. Qizig'i u o'z ishining ustasi, mohir chayqovchi bo'lmagan. 10 yil davomida AQSh maxfiy xizmatiga chap berib qalbaki pullar bosish bilan shug'ullangan Yutner faqat $1 kupyura bosgan. Haftasiga u ko'pi bilan 10-12 dollarlik qalbaki pul chiqargan. Uning qalbaki pullari shu qadar rasvo bo'lganki, u $1 kupyuradagi Washington so'zini Vaxsington deb yozgan. Ammo undan da ahmoqroq bo'lgan sotuvchilar buni umuman payqamagan. Maxfiy xizmat uni qo'lga olganda yanada qiziqroq hodisa yuz bergan. Sud unga 1 yil 1 kun qamoq jazosi va $1 jarima tayinlagan. Sud Yutner qalbaki pullaridan faqatgina yashash uchun kerak bo'lgan birlamchi mahsulotlar sotib olishda foydalangani uchun unga shunday yengil jazo bergan. Unga berilgan muddatning 4-oydayoq qamoqdan chiqqan Yutner u haqda film suratga olmoqchi bo'lgan kompaniyadan 10 yil davomida o'zi bosgan pullardan ham ko'proq gonorar puli olgan va u haqdagi Mr. 880 filmi juda katta mashhurlikka erishib, filmda 2-darajali qahramon rolini o'ynagan aktyor Edmund Gwen Oltin Globus mukofotini qo'lga kiritgan. Shunday qilib, hamkasblar bilan solishtirganda juda uquvsiz bo'lgan Yutner tarixdagi eng boy va mashhur firibgarlardan biriga aylangan.